ayiq shunaqangi dangasa ekanki, mana shu tortni olish uchun kreslosidan ko'tini ko'tara olmas ekan. Biz mana vilkamiz bor, uzun, otni kallasida vilkamiz yetmaydi stolga. Nima qilamiz? Yo'lini qilib olishimiz kerak ekanda. Davay dedim, challenge-ga tayyorman dedim. Reski, replay boshqatdan. O'zimni ruhan tayyorlab olay, chunki qancha o'ynayman, xudo biladi. Pirog qaraylar shunaqangi shirinligini. Vilkani ol, qo'lim botib qoldi men unga. Uka tur o'rningdan turib ol shuni. Yetmay qoldi boshqatdan. Pastor. Opa, mana. Bunday qilamizda. Yana bitta tushadi shu. Qattiq otashi. Olman uni. Oxirgisi. O'sha. Bir tilli foydasi bo'lmadi. Menimcha shu metod ishlayapti. Shunda otamizda shunday vilkachamiz shu tortchaga sanchilsa, pirogga sanchilgandan keyin uni vilkani orqa tarafiga mana bu narsalarimizni otamiz. Mana. Ay, sindirma, o'zi ozgina. Mana oson bo'ladi. Vay. Jazobat. Ay, bitta qoldi. Tursang bo'ladi-yu, nima? Og'ir oyoqmisan? Imkon qolmadi. Boshqatdan. Böyle. Boshqatdan. O'l. Sekin. Malades. Ohistalik bilan. Nafis harakatlar bilan. Turmas ekansan, ko'tingni ko'tarmas ekansan, qisib, sabr qilib olib kel. Qayga bu qiyshayib ketyapti bu? 2 days later. Chota bizni stolimiz qiyshayib ketdi-da, uni ola olmayman. Endi yetadimi? Qani? Nima qanaqa trayektoriya bilan boryapti bu hozir? Ay! No lo comere si hachaydo al suelo dedi. O'lagar bitta gapini ham tushunmadim, lekin afsuslandim menimcha. Boshqatdan sabr qilamiz.